Juda ham semirib ketdim, erimdan gap eshitishdan charchadim. Tez ozishimga maslahat bering. Hozirda aynan bu maslahatim sizni ozishingizga eringiz tanimay qolgungacha yordam beradi. Asosan ortiqcha vaznli insonlarda jigarda muammo bo'ladi. Jigarda toksinlar ko'payib ketgani hisobiga biz diyeta qilsak ham vaznimiz yurmasligi mumkin. Ozishni, jigarni tozalashdan boshlash kerak. Jigar ko'p oqsilni yaxshi ko'radi. Ratsioningizda ko'p oqsil bo'lishi yaxshi. Lekin agar jigarni tozalamasangiz, oqsil yesangiz ham foydasi yo'q. Jigarni tozalovchi bitta mahsulot bor. Bu Rastaropsha. Men aynan Rastaropsha damlamasini tayyorlab qo'ydim. Faqat o'zimni obunachilarim uchun bermoqchiman. Siz agar ozishni endi boshlamoqchi yoki ozish jarayonida bo'lsangiz, albatta bu Rastaropshadan damlamamni tayyorlab etishingiz kerak. Damlamani qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, videoga like bosib, kommentariyada Rastaropsha so'zini yozib qoldiring. Maxsus damlamani sizga menyusini o'zim jo'natib qo'yaman.